Sharq Turkistonda Xitoy hukumatı Xotan shahrida vayron qilingan qabristonlikning o'rniga mashina to'xtatish o'rni qilib ishlatdi. O'tgan yili Sharq Turkistonning Xotan shahrida vayron qilinganligi sunniy hamra suratlari orqali bayqalgan qabristonlik va mazar rayonining mashina to'xtatish maydoniga aylanganligi aniqlandi. Tahqiqlovchi jurnalist Rian Tom e'lon qilgan hujjatlarda sunniy hamra suratlari Xitoy yo'lga qo'ygan madaniyat qirg'inchiligini oshkorladi. Rian Tom mundaq dedi: O'tgan yili Xitoy hukumatı Xotandagi qabristonlikni va muqaddas mazarni vayron qildi. Hozir biz ularning o'rniga mashina to'xtatish maydoni yasayotganligini ko'ra olamiz. Tom yana ishg'olchi hukumatning qabristonlikni vayron qilish to'g'risidagi bayonotini ham bahrladi. Xitoy hukumatining bayonotida bunda qilishning shaharning taraqqiyotining ehtiyojiga asosan keng va go'zal muhit barpo qilish ekanligi aytilgan. Qabristonlik bir millatning aslimasining muhim omillari bo'lib, Xitoy ishg'olchilarining asosli nishonlarining biri. Xitoy Sharq Turkistonda turk va musulmon kimligini yo'qotish uchun qabristonliklarni yo'qotish nishoni qilmoqda. Zimiston to'rining xabar qilishicha, O'rta va Sharqiy Yevropa davlatlaridan kelgan 82 tashkilot va jamiyat Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga birlashma murojaat sunib, Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turish vakilining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi maslahatchilar guruhiga tayinlanishini amaldan qoldirishni talab qildi. Bu murojaatnoma Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres va umum yig'in 3-komitetining raisi Kristian Beronga sunilgan bo'lib, Sharq Turkiston va Tibetdagi bostirilishlari, kishilik huquq tajovuzchiligi va irqiy qirg'inchilik sababli xalqaro jamiyatning tanqidlariga uchrayotgan Xitoy vakilining kishilik huquq kengashi maslahat guruhiga tayinlanishi aqlga uyg'un emasligi aniq o'tirg'i qo'yilgan. Murojaatga imzo qo'yuvchilar orasida Tibetlar va Tibetni qo'llaydigan tashkilotlar, shundaqla Uyg'urlar, Janubiy Mong'oliyaliklar va Hong Kong demokratik faoliyatchilari bor. Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida doimiy turishlik vakillar umikining bosh maslahatchisi Jang Duan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi maslahatchilar guruhining a'zoligiga saylangan. U 2021-yili 31-martgacha vazifa o'taydigan bo'lib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining har qaysi organlarida kishilik huquq tekshiruvchilarini tanlashda muhim rol o'ynaydi. Amerika Davlat ishlari kotibi Mike Pompeo o'zlarining Xitoydagi tajribaxonlarga yanada ko'ngil bo'ladiganligini, dunyoning tojisimon virusining qanday boshlanganligini tushunish kerakligini aytdi. Pompeo Tashqi ishlar ministrligida axborot e'lon qilish yig'ini uyushtirib mundaq dedi: Biz yanada Wuhan virusi institutiga kirmaymiz. Dunyo uni ziyorat qilolmaydi. Biz bu virusning nerdan kelganligini hozirgacha aniq bilmaymiz. Pompeo Amerikaning Xitoydagi tajribaxonlarning bexatarligi yanada ko'ngil bo'ladiganligini bayon qildi. Pompeo Xitoyda yuqumli kasallik qo'zg'atuvchini davomli tadqiq qiladigan nurg'un tajribaxonlar bor. Biz ularning bu yuqumning qayta yuz berishining oldini olish uchun bexatarlik tadbirlari bilan harakat qilib qilmaydiganligini bilmaymiz. Xitoy Kompartiyasi bizga bizning hamrohimiz bo'lishni xohlaydiganligini aytdi. Ishonchli shirkatlarning bu uchurlarni o'rtaqlashish majburiyati bor dedi. Amerika Xitoy Wuhan virus yuqumini yo'shirish bilan ayblangandan keyin Avstraliyaning yuqumning tarqalishi to'g'risida xalqaro mustaqil tekshirish talabi Beijing bilan Kanbera o'rtasidagi ziddiyatni kuchaytirdi. Avstraliya bosh ministri Scott Morrison tunugun mundaq dedi: Dunyo miqyosida 200 mingdan ortiq odam qazo qilgan virusning qo'yib berilishini mustaqil tekshirish talabi butunlay muvofiq. Morrison hukumatning Wuhan virusi tarqalishchan zukumining manbasi masalasida davomli mustaqil tekshirishni talab qiladiganligini, buning xalqaro jamiyatning manfaatiga uyg'un keladiganligini aytdi. Xitoyning Avstraliyada turishlik bosh elchisi buningdan burun norozilik bildirib, Xitoy iste'molchilari Avstraliya mollarini boykot qila oladi deb tahdid solgan edi.
Amerika hukumatining istixborot organlarini Xitoy va Dunyo səhiyyə təşkilatının yangi tipdagi Wuhan virusi to'g'risidagi uchurlarni yoshirgan-yoshirmaganligini tekshirishga buyurganligi o'ttirg'a qo'yildi. Amerika prezidenti Donald Trump COVID-19 ning Xitoyda to'xtab qolishining mumkinligini, ammo uning to'xtamaganligini va Xitoyparast Dunyo səhiyyə təşkilatının mablag'ini kamaytirganligini aytgandan keyin Amerika matbuotlarida bu haqda yana yangi xabarlar o'ttirg'a qo'yildi. ABC xabarlar torining Oqsaroyning ismini oshkorlamagan ikki amaldordan naql qilib xabar qilishicha, Trump hukumati istixborot organlaridan yo'qolishning dastlabki bosqichida Xitoy va Dunyo səhiyyə təşkilatının virusga munosabatli uchurlarni dunyo jamoatchiligidan yoshirgan-yoshirmaganligini tekshirishni talab qilgan.